O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like bosishni unutmang. Like bosgan sonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 12, 13 hamda 14-iyun kungi ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, havo biroz bulutli, respublikamizning tog'li hamda tog'li joylarida o'zgaruvchan bo'ladi. 12-iyunda respublikamizning tog'li hamda tog'li joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 13-14-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 14-iyunda respublikamizning cho'l hududlarida 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayishi, chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 12-iyunda 30-35 daraja, 13 hamda 14-iyunda 33-38 daraja bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.